Malibu'ni narxida olsanglar bo'ladi. Почти 30 mingdan sal balandroq deyapti. Lexus ES 350 okalar 2019-yil. Mashinamizning probegi 65 ming probegda. Kraskalash oldi kirildi. Ikkiga mana ikkita eshikda ozgina qirib olingan ekan. Perxod bo'lib, bu yog'iga sepilgan. Eng full pozitsiyada bo'ladi. Salon holatlariga kelsak, narxi ham shunaqa yumshoq o'zi. Salon holatlarini bitta ko'rasizlar o'zingizlar va shishkalar turibdi. Xo'p, eng full pozitsiyada bo'ladi. Lyuk, abagrev, climate control, cruise control hamma narsasi bor, buni bilasizlar. Xo'p, mashinamiz elektrisi, hamma narsalar ishlaydi. 65 ming probegda bo'ladi. Xo'p, mana orqa holatlarini bitta ko'rasizlar o'zingizlar. Salon holatlarini bitta ko'ringlar. Shtorkalargacha o'zi tushib chiqadi. Endi yumshoq narxlarda ko'ndirib qo'yganman sizlarga bu mashinani. ES 350 ni bilasizlar o'zi Lexus premium kompaniyalaridan bittasi bo'ladi. Bagaj holatlarini ham ko'rsataman sizlarga. Bagaj holatlari ham juda ham akkurat turibdi. O'zi bu mashinani bilganlar bo'ladi. Motorimiz ham 3,5 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan. Okalar bizga podpiska bosib qo'ysanglar, sizlarga shunaqa yaxshi sifatli mashinalar qo'yib turamiz. Motor korotka ходовойda hech qanaqa ishi yo'q okalar. Lexus qidirayotgan tanishinglarga обязательно jo'natib qo'yinglar. Bizga bitta like bosib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Podpiska bosib qo'ysanglar, shunaqa yaxshi mashinalarni qo'yib turamiz. Yana eslatib o'tamiz, mashinamizning yili 2019-yil, motori 3,5 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, kilometriga kelsa 65 ming yurgan, okalar. Balon holatlari ham yaxshi turibdi. Maskasi bor, yana bemalol kelib tekshirib olasizlar, ichlariga o'tmagan. Salomat bo'linglar, bizani kuzatishda davom eting.